Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati xodimlari tomonidan umumiy o'rta ta'lim maktablarida ochiq dars mashg'ulotlari izchil davom ettirilmoqda. Navbatdagi bunday tadbir Izboskan tumanidagi 21-maktabda bo'lib o'tdi. Bugun bizning sinfimizga suv ta'minoti idorasidan mas'ul xodimlar kelib bizga dars o'tdi. Darsda juda ham biz yaxshi o'zimizga taassurot oldik. Chunki suvni qanday tejash to'g'risida, suvni isrof qilmaslik haqida juda ham yaxshi tushunchalar berdi. Yana kelishinglarni intizorlik bilan kutamiz. Rahmat sizlarga. Dars jarayonida o'quvchilarga ichimlik suvini tejab sarflash, undan to'g'ri foydalanish va suv manbalarini asrash bo'yicha foydali ma'lumotlar hamda amaliy tavsiyalar berildi. Suhbat jarayonida bolalar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Sinfimizga suv ta'minoti keldi. Bilmagan narsamizni o'rgatdi. Tejash haqida o'rgatdi. Ushbu ochiq dars nafaqat o'quvchilar, balki o'qituvchilarda ham katta taassurot qoldirdi. Eng muhimi, bunday mashg'ulotlar yosh avlodda ona tabiatga, ayniqsa ichimlik suviga bo'lgan to'g'ri munosabatni shakllantirishga xizmat qilmoqda.